Assalomu alaykum, hurmatli tuzum, sizlar charchamayapsizlarmi? Bugun 1-oktyabr ustozlar kuni. Ustozlarim ko'p. Ustozlarim eng yosh kattalarini ko'rib, Xudo xohlasa duosini olamiz. Ustoziga vaqt ajrata olmay, bora olmay qolganligi bitta maslahat, boringlar, o'zingizda ham adrenalin, Xudo xohlasa o'zgarishlar boshqacha bo'ladi. Mana o'zimning reaksiyani ko'rasizlar. Charchamaylar. Sog'inib keldim, mana. Charchamaysiz? Shuncha payt kela olmadim. Pulga ruju qo'ymaylar sizlar ham. Biz ham qo'ymaymiz ruju. Baxtimizga sog' bo'ling. Rahmat. Salom alaykum. Senin o'yinga borib tuzingga yetganman. Mana degan. Duo qiling. Amin. Dastingizga Xudo baraka bersin. Qo'shaqar bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Rohating ota-onang ko'rib kelin bilan qo'shaqarlar. Rahmat shunchalik. O'zi anchadan algo telefon qildi-ku, kelaman yana agar pulga taqaladi. Ish deb hamma ketdi. Qaysi sen deymi? Assalomu alaykum. Omiljon. Assalomu alaykum. Rahmat, Xudo uchun. Yurma ikki. Hozir. Rahmat. Zo'msiz, yaxshimisiz? Ancha yaxshisiz. Endi kichkina bola eding. Eslayman. 10 yasharmi, 11 yasharmi? Hozir necha yoshdasan? 30. 20 yil bo'ldi. 20 yil bo'ldi. 11 yoshmi, 12 yoshimga keldim. Yosh eding. Islom bilan kelgan eding. Yosh bola eding. Bozorda xaltada pul berib qo'yardi, yelkamni amallab ko'taraverardim deb. Eski xotirjamlik bersin. O'tgandan Xudo rahmat qilsin. Bizlarni sizlar hurmat qilib kelsanlar, nasibingizni Xudo baraka bersin. O'tganlarni hammasini Xudo rahmat qilsin. Bolalarga bosh bo'ldi. Iloyimda sanikiga ham yaxshilikka boringlar. Rahmat yo'qlab kelsan.